Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres ta'kidlaganidek, bugun Markaziy Osiyo jahon sivilizatsiyasining markazi hisoblanadi deb katta e'tirof bildirdi. O'ylaymizki, mana shu bugun kunda Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi paydo bo'lgan va rivojlanib borayotgan o'zaro ishonch muhiti bundanda rivojlanadi. Yana bir muhim jihat, mana davlatlarimiz hozirgi kunda alohida tashqi dunyo bilan muloqot qilmayaptilar, yakdillikda. Markaziy Osiyo plus formatini aytib o'tish joiz. Markaziy Osiyo Yaponiya, Markaziy Osiyo AQSh, Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi va hokazo. Bu degani har bir mamlakat xavfsizlik sohasida bo'ladimi, savdo sotiq investitsiya masalalarida bo'ladimi, ma'naviy ma'rifiy mavzularda bo'ladimi, yakdil pozitsiyani izhor etmoqda. Bu degani esa bizni kelgusidagi taqdirimiz bir ekanligidan dalolat beradi. Bugun biz mana shu davlat rahbarlarimiz tomonidan kelishuvlar, erishilgan yutuqlarimiz, anglashuvlarni amaliy ifodasini ko'ryapmiz. Markaziy Osiyo Ozarbayjon do'stlik forumi doirasida mana shu 3 mamlakat nuqtasida joylashgan do'stlik stellasiga bag'ishlangan o'zaro ishonch strategik zarurat ilmiy amaliy konferensiyani Farg'ona davlat universitetida o'tkazyapmiz. Bu yerga nafaqat mahalliy, balki qo'shni mamlakatlardan, Ozarbayjondan tashrif buyurgan ekspertlar, millatlararo, dinlararo totuvlik mavzularida bo'yicha ekspertlar yig'ilishgan, yosh olimlar yig'ilishgan va albatta bugungi ilmiy amaliy konferensiyani muhim natijasi birinchi navbatda kelgusida mana shu Markaziy Osiyo ruhi degan fenomenni saqlab qolish borasida qanday amaliy ishlarni qilishimiz kerak. Yaqin kelajakda, uzoq kelajakda yoshlar tarbiyasi, ularni millatlararo totuvlik ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik, qardoshlik mavzularida tarbiyalash va bu yo'nalishda qanday ishlar qilishimiz kerak. Ilmiy tadqiqotlar va albatta mana shu madaniy gumanitar yo'nalishda, ya'ni umumiy bo'lgan bayramlarimiz, masalan, Navro'z bayramini birgalikda o'tkazish, turli xil badiiy kechalar, olimlar, yozuvchi, shoirlar, sport ustalari o'rtasidagi muntazam hamkorlikni yo'lga qo'yish bo'yicha aniq va shu konkret takliflar ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Xorijdagi vatandoshlar masalasi bo'yicha qo'mita tashkil qilingan. Ushbu qo'mita tasarrufida 157 ta milliy madaniy markazlar faoliyat olib boradi va 45 ta do'stlik jamiyatlari faoliyat olib boradi. Shulardan biri O'zbekiston Ozarbayjon do'stlik jamiyati. Bu ham maqsad nima? Ozarbayjon madaniyatini O'zbekistonda keng yoyish. O'zbekiston madaniyat urf-odatlari Ozarbayjon, ya'ni bir xalqni bir-birini madaniyatini yanadagi chuqurroq, yaqinroq bilish maqsadida tashkil qilinadi. Bu tadbirlarni albatta O'zbekiston do'stlik jamiyati O'zbekistonda o'z faoliyatini olib borayotgan Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniy markazi bilan faol ish olib boradi. Turli tadbirlarni tashkil qiladi. Mana shu qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida Ozarbayjon Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniy markazining tashabbusi bilan respublikamizning ko'p oliy o'quv yurtlarida Ozarbayjon xonalari tashkil qilingan. Toshkentda, Samarqandda, Buxoroda va jumladan Farg'ona davlat universitetida ham aynan shunday Ozarbayjon madaniyat xonasi alohida tashkil qilingan. Maqsad bu yerda ta'lim oladigan talabalar ham mana shu markazga kirib, u yerda demak Ozarbayjon madaniyatini yaqin bilish, yaqin o'rganish masalasi qo'yilgan. Chunki u yerda faqat madaniyat emas, u yerda turli adabiyotlar ham ta'minlangan. Adabiyotlar orqali Ozarbayjon xalqining tarixini, urf-odatlarini, adabiyot namunalarini bilish, o'qib ulardan demak yanadagi o'zini bilimini oshirish masalasi qo'yilgan. O'ylaymanki, mana bunday siyosatni olib borilishi, mana bu Farg'ona davlat universitetidagi madaniy markazining ochilishi yoshlarni mana bunga qilgan ishlarning davomchisi sifatida shakllanishiga albatta katta e'tibor qaratiladi.